Assalomu alaykum hurmatli Qiziltepa tumani aholisi va mehmonlar, aziz yurtdoshlar. Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar markazida inson, uning huquq va erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmati turibdi. Huquqiy demokratik davlatda qonun ustuvorligi, adolat va qonuniylik tamoyillarini ta'minlash, jinoyatchilik va korrupsiya kabi illatlarni oldini olish, inson manfaatlarini ustuvor qilish huquqni muhofaza qiluvchi organlar zimmasidagi ustuvor vazifalardan biridir. Qisqa muddatda huquq-tartibot idoralari faoliyati butkul takomillashtirildi. Buning uchun zarur kuch va vositalar bilan to'liq ta'minlandi. Eng asosiysi huquqbuzarliklarni oqibati bilan emas, balki ularni oldini olish borasida asosiy mezon qilib, ularning omillariga qarshi kurashish asosiy vazifaga aylandi. O'tgan 2026-yilning bir oyida, ya'ni yanvar oyi mobaynida tuman hududida 11 ta jinoyat sodir qilindi. Mahallalarda oldini olish mumkin jinoyatlar esa bittadan tashkil etmoqda. Tuman hududida joriy yilning bir oyida jinoyatlarni va huquqbuzarlikka qarshi kurashish borasida olib borilayotgan chora-tadbirlar natijasida oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning kamayishiga erishildi. Xususan jinoyat turlaridan qasddan odam o'ldirish, talonchilik, transportni olib qo'shish, bosqinchilik, qasddan og'ir tan jarohati yetkazish, nomusga tegish, bezorilik, yengil tan jarohati, o'rtacha tan jarohati yetkazish kabi jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Biroq shunga qaramasdan haligacha fuqarolarimiz orasida ammo ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan fake, ya'ni yolg'on xabarlarga ishonib, jabr ko'rib qolish holatlari juda ko'plab uchramoqda. Yana bir muhim yo'nalish korrupsiyaga nisbatan murosasizlik muhitini shakllantirish borasida gapirib o'tmoqchiman. Jumladan korrupsiyasiz soha loyihasi doirasida. Biroq shunga qaramasdan haligacha fuqarolarimiz orasida hamon ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilayotgan fake yolg'on xabarlarga ishonib, jabr ko'rish holatlari juda ko'p holatlarda uchramoqda. Ushbu sohada ko'plab bir qator chora-tadbirlar belgilangan va ushbu chora-tadbirlar natijasida tushuntirish ishlari amalga oshirilmoqda. Yana bir muhim yo'nalish korrupsiyaga nisbatan murosasizlik muhitini shakllantirish to'g'risida gapirib o'tmoqchiman. Korrupsiyasiz soha loyihasi doirasida alohida sohalarda shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Kelgusida ham ushbu yo'nalishda ishlar izchil davom ettirilib, har bir davlat xizmatchisi va fuqarolarning ongida korrupsiyaga murosa yo'q degan qat'iy pozitsiya qaror toptirilishi lozim. Xabaringiz bor, joriy yilning 5-yanvar kuni muhtaram prezidentimiz tomonidan 2026-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli chora-tadbirlar tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi sonli hamda 2026-yilda respublika mahallalarida jinoyatchilikni barvaqt profilaktika samaradorligini yanada oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi ikkinchi sonli qarorlari qabul qilindi. Ushbu qarorlarning asosiy urg'u jinoyatchilikni jilovlashga ko'maklashuvchi muhim infrastrukturani shakllantirishga qaratilib, huquqbuzarliklar profilaktikasiga mas'ul bo'lgan barcha idoralarni ularga ulkan vazifalar qo'yildi va asosiy kuch va vositalar aynan shu maqsad uchun safarbar etildi. Ushbu qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida tuman prokuraturasi huzurida ishchi guruhi shtabi tashkil qilingan bo'lib, ularning faoliyati tuman prokuraturasi tomonidan muvofiqlashtirib borilmoqda. Shu bilan birga barchamiz uchun dolzarb bo'lgan yana bir masala O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahallalarda ijtimoiy profilaktika tizimi samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2025-yil 1-dekabrda 754-sonli qarori ham qabul qilinganligi bu katta ahamiyat kasb etmoqda. Bundan tashqari tumanda yoshlar jinoyatchiligining oldini olish, o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini samarali tashkil qilish maqsadida ularni sport va boshqa foydali mashg'ulotlarga jalb qilish, tungi reydlar tashkil qilish orqali ularning nazoratsiz yurishlarini oldini olish borasida bir qator nazorat tadbirlari amalga oshirilib kelinmoqda. Ushbu chora-tadbirlarning barchasi siz va aziz tumandoshlarimiz hamda tumanimiz mehmonlarining xavfsizligi yo'lida amalga oshirilmoqda. Shunga ko'ra bugungi murojaatimda barchangizni ogohlanishga chaqirish bilan birga qonunlarga rioya qilishga, oson pul topishni targ'ib qilayotgan firibgarlarga ishonib qolmaslikka, o'zingizni va yaqinlaringizni asrashingizni so'ramoqchiman. Fursatdan foydalanib barchangizga mustahkam sog'lik, xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik hamda fayz va baraka tilayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. E'tiboringiz uchun katta rahmat.